Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tezkor xabar: Eldor Shomurodov kelsa, bu jamoa hujumini to'xtatib bo'lmay qoladi. Turkiya futbolini yoritayotgan nufuzli manbalardan biri Traxhaber.com teleradio kompaniyasi sayti Superligada muntazam yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan Trabzonspor klubi chempionatning eng kuchli hujum tandemini tashkil qilishga urinayotganiga e'tibor qaratdi. Trabzonspor bir necha kun avval Belgiyaning Standart klubidan 18 yoshli markaziy hujumchi Renato Mintongoni 3 baravar qimmatga sotib olganiga qaramay, oldingi chiziqni tajribali to'plar bilan kuchaytirish g'oyasidan voz kechgani yo'q. Aksincha, Fatih Tekke jamoasi o'tgan mavsum to'purari Eldor Shomurodovni Istanbul Başakşehir klubidan olib kelish shartlari va transfer qiymati, amalda shartnoma xususiyatlari haqida ma'lumot to'g'rilayotgani xabar qilinmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Trabzonsporliklar o'zbek futbolchisiga jiddiy qiziqayotgani bejiz emas. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi yangi mavsumda 3 ta musobaqa muvaffaqiyatli qatnashish maqsadida jamoaning nigeriyalik hujumchi Pol Anauchaga munosib va kuchli raqobatchi olib kelishni istayapti. Yosh futbolchi Renato Mitongo kelajak uchun sarmoya sifatida baholanayotgani sababli jamoaga darhol foyda keltira oladigan tajribali hujumchini ham jalb qilish rejalashtirilgan. Eldor Shomurodovning Turkiya Superligasida tajribali jismoniy kuchi va hujum chizig'ining turli pozitsiyalarda harakat qila olishi Trabzonsporning unga qiziqish bildirishiga asosiy omillardan biri sifatida ko'rilmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Eldor Shomurodov va Pol Anauchaning bir jamoada o'ynashi murabbiylar shtabiga hujum taktikasini keng imkoniyatlar yaratishi mumkin. Har ikki forvard o'tgan mavsumda 22 tadan to'p kiritib, Superliga oltin butsasiga ega chiqdi. Umumiy hisobda jami 44 ta gol urgan Anaucha va Shomurodovdan iborat tandem vujudga kelsa, raqiblar bu jamoa hujumini to'xtatish oson bo'lmaydi. Biroq klub rahbariyati qanotlar, yarim himoya va himoya chizig'ini ham kuchaytirish rejalari mavjudligi sababli moliyaviy muvozanatni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Shu bois Shomurodov transferi bo'yicha yakuniy qaror futbolchining umumiy transfer qiymati hamda jamoani tark etadigan futbolchilarning holati hisobga olingan holda qabul qilinishi ta'kidlanmoqda. Transferlar bo'yicha turli manbalarda Eldor Shomurodovga Turkiyadan tashqari xorij klublarida ham chorlovlar borligi yozilmoqda. Ayni paytga qadar 31 yoshli o'zbek forvardiga Rossiya va Saudiya Arabistoni klublari qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Shundan kelib chiqib, yozgi transferlar oynasi yopilganiga qadar Shomurodov faoliyatida o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu paytda bo'lsa mashhur murabbiy Eldor Shomurodovni tanladi. Rossiyaning mashhur TASS agentligi mamlakatning futbol yulduzlari va mashhur murabbiy Yuriy Simoniga 2026-yilgi jahon chempionatidagi eng chiroyli gollarni tanlashni taklif qildi. Cindy Cabell Cabo Verde Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA Cabo Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Cabralning Argentina darvozasiga urgan golini 2026-yilning jahon chempionatining eng yaxshi goli deb topdi. Bu golni Rossiya terma jamoasining sobiq futbolchisi Dmitriy Senikov ham tanladi. Uning fikricha, Cabralning urgan goli yakka mahorat emas, balki jamoaviy hamjihatlik bilan ajralib turadi. Bu eng chiroyli gollardan biri. Gap faqat Cabo Verde Argentinaga gol urganida emas, balki golgacha qancha uzatma amalga oshirilganligida ham. Kamida 3 ta 4 ta bo'lgan. Odatda bunday jamoalar to'pni uzoq ushlab tura olmaydi, ammo bu yerda juda yaxshi jamoaviy o'yin namoyon etildi, dedi Senikov TASS agentligida. Eldor Shomurodov O'zbekiston. Reytingda 2-o'rinda O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning guruh bosqichining 3-turida Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi uchrashuvda 1-3 urgan goli egalladi. Uzoq masofadan uzatilgan to'pdan keyin Shomurodov jarima maydonida chap qismida to'pni bir tegishda qabul qilib, kongoliklar darvozaboni ustidan mahorat bilan oshirib yubordi. Rossiya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yuriy Simyonin aynan shu golni eng yaxshi deb baholadi. Uning gaplari: "Menga Shomurodovning goli juda yoqdi. Bu did masalasi, aslida eng yaxshi gol. Bu jamoaga g'alaba keltiradigan gol. Shomurodovning goli bunga olib kelmadi. Cabralning goli ham yoqdi.
Ammo menimcha FIFA kuchli bo'lmagan terma jamoa vakillari ham sovringa munosib bo'lishi uchun aynan uni tanlagan bo'lishi mumkin, dedi Simon Tassa. Qadrli do'stlar, albatta nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimizning goli chiroylimidi yoki ya'ni ikkinchi o'ringa mosmi yoki Kabralning golda chiroyliroqmidi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olga O'zbekiston, Olga Eldor Shomurodov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.